ism topishga qiynalib ketdim borku. Qani kim omadi kelarkin? Birinchi chiqqan ismni aytamiz. Avazbekov ekan mayli. Avazboy hoji aka. Siz ismingizni aytmaganimga ancha bo'pti. Zato seryozni mashinalarga sizni ismingizni davraga ketyapti. Genesis GV80 ni poli night paketi anchadan beri bu darajada fullini, ya'ni bu darajada nightini, bu darajada qop-qorasini ko'rmagan edim. Oddiy misol logolargacha qora, basharadagi xrom detallarigacha qora. Hamma joyiga qarang, qop-qora. Diskasi ham do'popsa, 22 razmerli, eng chiroyli diskalardan ekan. Michelin ballonlarda turibdi. Aytgancha, yumshoq ballonlar kerak bo'lsa, Asco do'konlariga borsangiz, 12 razmerdan 21 razmergacha ballonlar bor. Mashina absolutni yangi, eng qizig'i, oddiy prostoy pozitsiyalardan kamida 20 ming dollar qimmatroq turadi shu pozitsiya. Chunki do'popsalar tiqib yuborilgan. Diska, night paketligi, eng maza qiladiganim mana buni qarang. Bang Olifson akustik sistema. Shuni o'zi bir 3000-4000 dollar do'popcha turadigan narsa, to'g'rimi? Eng qizig'i ham yog'och, shifon detallarigacha qora, rulli xrom detallarigacha qora. Adaptivniy cruise control polasi ushlaydigan head-up display, polni ikkitalab panoramali, undan tashqari Alcantara ekan patologiya. Xullas mashina absolutni yangi 2026 eng qizig'i. Polni mana multimedialari bor-ku, shular amnoid bo'lgan ekan, boshqacha ekan. Men ham Genesis haydayman-ku, bu yengillanibdi, zo'r ekan. Voy, eshak, qarang. 100 mingdan arzonga bu pozitsiyani topish muammo, chunki o'zligi ancha qimmatga tushadi. Genesis GV80 ni biladiganlar bilishadi. Aytdim-ku, logolarigacha qora do'popchalar tiqilyapti. Srochniga 94300 ga bosib yuborsangiz bo'ladi. Eng qiziq, Telegramga qo'yib yuborganman. U ana egalari o'sha gaplashib, o'sha baraka qilib qo'ygan bo'lishlari ham mumkin. Shuning uchun Telegram kanaliga o'tib oling, o'sha yerda birinchi bo'lib sotilib ketadi.